Assalomu alaykum, qormanglar, opalar. Yaxshimisizlar, tuzingmisizlar, charchamay. Videoga olsam maylimi? Sizlarni xursand qilmoqchiman. Ha, albatta beramiz biz. Instagramga chiqib ketyapmiz o'zi. Nima yomonmi? Yo'q, endi xijolatmi? Ya nima xijolat bo'lasiz? Men misol mana onam to'g'risi birovlarning uyida ishlab meni katta qilganda men uyalmayman hech qachon. 1 dan 10 gacha qaysi raqamni yaxshi ko'rasiz? 7 ni yaxshi ko'raman. 7 mi? Siz Men 5 ta. 5 ta. Mana 7 ta sanang unda. Sanang. Tug'ilgan kunimda 7 ta. Hay, sanang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sizga 5 ta siz sanang. Endi bu ham omadda. 1, 2, 3, 4, 5. Xullas opajonlarim xursand bo'ldinglarmi? Mani yaqin akam borda. Yaxshi insonlarga bering. Mana shu duo qilib qo'ysin. Siz akamizni bitta duo qilib qo'yasiz. Amin. 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 Sizga birini bersa, Alloh o'nini bersin. O'nini to'ldirsin. Farzandlari sog' bo'lsin. Amin. Omadlarni bersin. Ilohi. Allohu akbar. Xursand bo'ldinglarmi ozgina bo'lsa? Rahmat uka. Joningiz sog' bo'lsin. Bu videoni Instagramga joylayman, rozi bo'lasizlar. Hurmatli do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Ehsonimiz o'z joyiga, o'z egalariga yetib bordimi, yo'qmi fikrlarini yozib qoldiringlar.